Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, aziz yurtdoshlar, dindoshlar, mo'min musulmonlar, Alloh Ramazon oylarini yana bir karra muborak qilsin deb Allohdan so'rab qolaman. Alloh Ramazonda qilayotgan ibodatlarimizni maqbul qilsin, gunohlarimizni mag'fur aylasin. Muhtaram azizlar, Ramazon bu gina adovatlarni yo'qotadigan, bir-birimizga mehr oqibatni kuchaytirishga sababchi bo'ladigan oy deb ko'p gapirdik. Arazlashganlar yarashishligi, hamma bir-biri bilan yaxshi munosabatni tiklashligiga Ramazon bizga bir tarbiyachi oy ekanligini gapirib o'tyapmiz. Ramazon oilani birlashtiradigan oy azizlar. Shuning uchun men qayta aytyapman ko'p joylarda, azizlar, imkon qadar iftorni oila davrasida qiling. Shunday duolar qabul bo'ladigan bir damlar, iftorlikdagi, saharlikdagi duolar qabul, oilangiz bilan o'tiring. Bir xilgilar bor, bir oyini shu boshqa joylarda o'tkazadi. Ulfatchiligida iftorlik qiladi, hatto saharlikda ham shunaqa odatlar bor ekan. Yaxshi ulfatlar bilan o'tirishingiz, tanishlar bilan. Lekin azizim, Ramazon oyini bu farah, bu fayzini topolmaymiz toki buni oila davrasida o'tkazaylik. Shuning uchun siz azizlar bilan bugundan oila muqaddasligi haqida mav'izani boshlamoqchimiz. Bu oilaning muqaddasligi har bir oila a'zosini oilada o'z o'rni, o'z fayzi, o'z barakasi, o'z haqqi, o'z huquqi borligi haqida bo'ladi. Bugun esa mana shu oilaning ilohiy ne'mati, muhabbat mazhari bo'lgan volida, ona haqida boshlamoqchimiz. Ona inson hayotidagi eng aziz va eng muhtaram zotdir. Ona muhabbati, ona mehnati va ona duosi inson hayotidagi eng ulug' omillardan biridir. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning oldilariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kimga eng avvalo yaxshilik qilishim kerak?" deb so'raganda, u zot onangga deb javob berdilar. Keyinchi yana onangga, keyinchi yana onangga, keyinchi otangga dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qildi. Ha azizlar, birinchi navbatda ona. Bugun onasi bor azizlarimiz dunyodagi eng baxtli inson ekanligini yana bir his qilsinlar va barcha yaxshiliklarni eng avvalo onaga ilinish kerak. Eng yaxshi ko'rgan narsangizni birinchi onangizga ilining. Eng yaxshiligini onaga bo'lishlikni orzu qiling. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Rasulimiz alayhissalomning birinchi yonidagi ulug' sahobalari, Siddiq laqabini olganlar. Mana shu zotni hayotidagi o'sha onasi bilan bo'lgan voqeani eslamoqchi bo'ldim. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu iymonga kelganlarda onasi hali iymonga kelmagan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da iymonga kelganlarini yaxshi qabul qilmagan edilar. Lekin Abu Bakr Siddiq ona bo'lganligi uchun juda ham hurmatini joyiga qo'yardilar. Bir kuni Allohdan umid qilib, Allohim onamga iymon ato qilar, islom ne'matini berar deb orzu qilardilar. Kunlardan bir kuni Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam mushriklar, dushmanlar qurshovida qolib ketdilar. Ka'ba oldida Alloh deganliklari uchun, Ka'ba oldida yolg'iz Robbiga sajda qilganliklari uchun, kalomullohdan o'qiganliklari uchun tosh bo'ronga uchradilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu fidoilarcha, qahramonlarcha Rasulimiz alayhissalatu vassalamga kelayotgan toshlarni o'z jismi bilan to'sib turar, har qanday kelayotgan azoblarni o'zlariga olishlikka harakat qilardilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mana shu holatda yiqilib tushdilar. Birlari kelib burnilarini urib yog'och kavush bilan sindirib yubordi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni uylariga sudrab olib borishdi. Behush bo'ldi. Ko'zini ochganlarida birinchi bo'lib onasini ko'rdilar. Ummul Xayr onalari. Abu Bakr Siddiqqa "Yaxshimisan bolam?" dedilar. "O'zingga keldingmi? Suv ichasanmi?" dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu onasiga qarab, "Yo'q, ona, suv ichmayman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nima bo'ldi?" dedilar. Onalari jahl qilib ketdi. "Gapirma o'sha odamni,
eshitishni ham istamayman, nomini ham qo'msamayman, gapirma mani oldimda dedilar. Abu Bakr Siddiq onajonim, mehribonim, Rasulim haqida yomon gaplar gapirmang iltimos dedilar. Lekin ona ekanda bolasini bu holatdan go'yoki Muhammad alayhissalomni aybdor qilib yomon gaplar gapirardi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qasam ichdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida ma'lumot topib kelmaguninglarcha hech narsa iste'mol qilmayman deb turib oldilar va onalari Hazrat Umar radhiyallohu anhu singillarini oldiga bordilar va ular bilan birga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning xabarini Abu Bakr Siddiqqa yetkazdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xursand bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga bordilar. Bir qo'llarida onalarini, bir qo'llarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu singillarini yelkasiga qo'lini qo'yib, oyoqlarini sudrab, sur g'alatdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kirib bordilar. Payg'ambarimiz alayhisalom o'rnidan turdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yuzini tanib bo'lmas edi. Shunday bir Rasulimiz alayhisalomning mehrlari jo'sh urib ketdi, bag'riga bosib do'stim dedilar. Sizni shu holatga keltirdilarmi dedilar. Va shu holatda Rasulimiz alayhisalom Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga duo qilishni ixtiyor qildilar. Bilasizmi? Agar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning o'rnida kim bo'lsa ham shu holatda jannatni so'rar va o'zi uchun eng kerak bo'lgan narsalarni so'ragan bo'lardi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shu paytda Rasulimiz alayhissalatu vasallamning rahmatlari jo'sh urib turgan bir pallada, qalblari yumshab, ko'zlari yoshlanib turgan bir pallada Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qiling, onamni haqqiga duo qiling dedilar. Tashqarida turibdilar. Onam iymonga kelsinlar, onam muslima bo'lsinlar dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu onasi tashqarida turuvdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom qo'llarini ochdilar. Allohim Abu Bakrning onalariga iymon ne'matini ber, islom ne'matini ber deb duo qildilar. Tashqariga chiqqanlarida qarasalar onasi Abu Bakr Siddiqni kutib olyaptilar. U ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deyaptilar. Bag'rilariga bosib quchoqlab oldilar. Onajonim dedilar. Ey mening muslima onam, mu'mina onam. Kelayotganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yomon ko'rgan ayol endi sevib qaytdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning eng hayotidagi baxtli kunlardan biri shu edi. Yana bir sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhuning onasi ham ayni mana shunday holatda edi. Rasulimiz alayhisalom haqlarida yomon gaplar gapirardi. Bir kuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga yig'lab keldilar-da onasining haqqiga duo so'radilar. Payg'ambarimiz alayhisalom onasining haqqiga duo qildilar. Qaytib borsalar eshik bekib kirmoqchi bo'luvdilar. Ichkaridan suvning ovozi eshitildi. Kimdir tahorat olyapti, g'usl qilyaptimi dedi. Hayron bo'lib eshikni taqillatganida ichkaridan onasi kutib turishlikni amr qildi va o'g'li kirganda kalima keltirdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning duolari barakotidan. Azizlar, sahobalar o'zlari yaxshi ko'rgan eng yaxshi narsani onaga ilindi. Sizni onangiz muslima. Allohga shukr. Siz bizni onalarimiz muslima, mu'mina bo'lib dunyoga kelib bizni musulmon, mu'min qilib tarbiya qildi. Siz eng yaxshi ko'rgan narsangizni ularga ravo ko'ra olyapsizmi? Ayniqsa bugun Ramazonda farzandingiz uchun shirin taomlarni ilinganingizda, o'sha do'st og'aynilaringiz bilan, yor va birodarlaringiz bilan tanqis taomlarni yeyotganingizda onangizning iftorligini dasturxonida nimasi borligini so'rab qo'ydingizmi? Ko'ngillari nimani tusayotganini bir bora bo'lsa ham so'radingizmi? Saharlikda bedor bo'lib sizni haqqingizga duo qilayotgan onangizdan bir marta bo'lsa ham xabar oldingizmi? Bir inson namozdan chiqib kelayotsam to'xtatib onamning haqqiga duo qiling dedi. Ko'ziga yosh olib bir mahzun onasini haqqiga duo qildim. So'ng u inson aytdilarki, qarang, o'tgangi yilda iftorlikda onam o'tirgan edilar. Bu yil Ramazonda onam yo'qlar. Men aytdimki, Alloh rahmat qilsin, taqdirda endi taqsir dedim. Desam to'g'ri-ku ya. Lekin o'ylab qarasam onam bilan 2 yo 3 martagina iftorlik qilibman-da. Ramazonda doim iftorlikni u yoqda bu yoqda o'tkazgan ekanman. Hozir onamni shunday sog'inamanki, o'sha iftorlikda hatto duo qabul bo'ladigan damda o'tirganimizda ham duo qiling deganda o'zini duo qilmay, meni duo qilgan onamni qadriga yetmaganimni endi bilyapman deydi. Ha azizlar, onangizni duosiga bir qarang.
eshitayotganlar, onangiz bo'lsa shu gapimdan keyin peshonasidan bir o'pingda. Onani qachon ko'rgansiz o'ziga duo qilganini? Ona duo qiling desa, amin bolam, umring uzoq bo'lsin deydi. Baxtli bo'lgin, saodatli bo'lgin. O'zini qo'shmaydi. Ona shunday zot azizlar. Shuning uchun bir dasturxon atrofida oila bilan iftorlik qilishni g'animat bilib olaylik. Aziz birodar, bugun Ramazon oylari. Agar onangiz hayot bo'lsa, bu imkoniyatni qo'lingizdan boy bermang. Boring, haqqingizga duo qilishligini so'rab oling. O'zingiz ham duo qiling onangizni. Uzoqda bo'lsa, iftorlik mahalda qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum onajonim, volidam, men uzoqda bo'ldimda, sizni oldingizga bora olmayman deng. Duo qiling deng. Qalban sizni oldingizdaman deb xursand qiling. Saharliklarda qo'ng'iroq qiling. Lekin imkon qadar yonlarida bo'lishlikka harakat qilish kerak. Duolarini olish kerak azizlar. Ramazon bu g'animat oy. O'tgan sanada iftorlikda birga o'tirgan ba'zilarning onalari bugun iftorlikda yo'q azizlar. Shunday ekan, bugun sizda bu imkoniyat borligida onangizni duosini oling. Iftorlik, saharlik dasturxonida birga bo'ling. Ularni qo'llaridan o'pib, onajon, siz meni jannatimsiz. Siz meni baxtimsiz, saodatimsiz. Mabodo sizni ranjitgan bo'lsam, meni kechiring. Haqqimga duo qiling deb duo olib, bu Ramazonda onasini rozi qilganlar qatoridan bo'lib oling. Alloh barcha onalarimizni umrlarini uzoq qilsin. O'tganlarini Alloh joylarini jannatdan aylasin. Tutayotgan ro'zalarimiz maqbul bo'lsin azizlar. Oila g'animat. Oila haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz inshaalloh. Keyingi suhbatimizda oila qo'rg'oni ustuni bo'lmish otalar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.